Mana Bongo avtomobiliga, Kia Bongo avtomobiliga oddiy prostoy punkt signalizatsiya qo'yilyapti. Ochib yopgani kapotni ochishiga signal qilib qo'ydik. Endi shuni ulanishlarni aytib o'tamiz mana. Endi buni ulanishlari mana Kia Bongo'da tablolarni yechib olib qo'ysanglar osonroq bo'ladi. Endi bu yechishgacha muammo yo'q, lekin ulanishinglar qiynalmasdan bitta joydan tablo simlarni ulab qo'yaverasizlar. Shuni hisobiga yechib olganmiz. Endi ulanishlari mana. Signalizatsiyamiz mana ikkita jigar rang deymiz. Endi biz ismimiz mana shu ikkovi. Pоворот o'nchap pоворot simi. Mana sabzi rang bilan mana bu minisovoy sariq bilan ikkovi pirisovoy minisovoy desami. Endi bunga pirisovoy emas, minisovoy ulanadi. Bu Kia Bongo hech ulamaganmiz. Agar pirisovoy ulanganda mana oq sentezamga ketish minisovoy chiqishi ishim oq ochdi yopdisami mana. Через bittasi patanatilib bor mana shu. Sentezamga pirisovoy ulasizlar ham ochdi yopdi, minisovoy ulasizlar ham ochdi yopdisami mana sentezamga ketish. Pirisovoy ulasizlar yashil bilan ko'kka ketadigan simi mana shu. Sentezamga qo'ysizlar, yashil bilan ko'kka ketadigan simi pirisovoy qo'ysizlar. Minisovoy qo'ysizlar, minisovoyda sentezamga relay yopib olasizlar, mana shunda minisovoy qilib ulasizlar bo'ladi. Endi buni zavazkoy sentezamga borligi uchun minisovoy uladik. Mana uni ulamadi mana. Bu pastdan to'k qizil, qora pastdan minus. Imo pushti. Nimani pilosi? Qanday ketish? Mana o'zi orqa kapotni ochilishimi? Endi shuni signal uladik. Uni ham aytamiz. Bu ikkovi ulanmaydi. Ikkinchi shtekirimizni o'tdik. Bu ko'kka eshikni o'pgansimi? Eshik ochilganda tabloda ham eshik ochildi rasmini chiqaradigansimi? Mana shu eshikni o'pgansimi mana. Ligishka deb qo'yiladi. Asha bo'lmasami? Qorani ashilasimi? Mana bu kalitosa to'k. Endi buni ulanishdan tushib oldik. Pilsa ulasizlar. Bu sariq va sariq qor yo'li bor piris kulasizlar. Mana uni minus kulasizlar. Agar minisovoy sistemada ulasizlar, buni ulamay qo'yasizlar. Biz ana shu minisovoy ulaganmiz. Mana bu sariqni o'zini minus ulab qo'ysa bo'ldi. Minisovoy mononda minus ochdi, yopdi, minus chiqaveradi. Agar pirisovoy ulasizlar, almashash piris minus almashash chiqadi. Hozir bunda minisovoy ulandi. Endi mashina tomonidan aytib o'tamiz bu simlarni. Mashina tomonida mana tabloda ikkita shtekeri bo'ladi mana. Tabloda ikkita shtekeri bo'ladi. Shuni tog'ib olganmiz tegishlari mana. Pastdan to'kini signalizatsiyada mana boryapti. Qizil sim mana kelyapti-da mana birinchi shtekrimizda mana qizil simimizda pastdan to'kni ulab qo'yganmiz. Mana birinchi pirusini aytib o'taylik mana. Pastdan to'k mana shunda ikkita shtek Bongoda shteki tabloda shtekeri mana shu ikkovi pribor deymiz, tablo deymiz. Shuni ishtekeri mana shu ikkovi pirusini pastdan to'kni mana shu yerdan oldik. Endi ikkinchi shtekimizda mana qolgan simlarni ikkinchi shtekimizdan uladik mana. Mana siyorayni deymiz mana ikkovi o'nchap pоворот bo'ladi mana. Ko'ryapti bo'lsa shtekimiz mana sariq, teshiklari ham mana mana shtekir bilan mana sariq va oranjiy sabzi rangdan keyingi bir tomon pоворot, bu yashil bir tomon pоворot mana ikkovini ulab qo'yamiz mana. Tablo tomonda mana ikkovi o'nchap pоворot, tablodan mana osongina tog'ib bo'ladi, tezda bo'ladi. Ishinglar endi yechib olsanglar osonroq, hamma yo'q mana yerda. O'nchap pоворot shu yerdan ulasizlar. Yana keyin mana eshikni o'pgani simi mana. Bunda ham mana yashil sim mana. Mana u taydan tay qatardiga mana yashil mana. Mana shu eshikni o'pgani simi. Eshik ligishka deymiz, hali nariyadan mana aytdik mana shu simi mana bu shtekimiz va kichkina shtekimiz mana ko'ki. Mana shu eshik ligishkani simi mana shu. Bu yerdan olib tortib yurmasa tablodan yechib qo'yarsa mana shuni ulanishi mana maydan ulab qo'yasizlar tablodan ochib turib. Mana shu olib kelib turib mana tablodan boshqa tomoni mana shu teshikdagisini pin deb qo'yiladi. Mana shu pindagisini ulab qo'yasizlar. Minus signalizatsiya minus beradi eshik ochilganda avariyaning yonib o'tish uchun. Buni simlar avariyaning yonib o'chadi keyin. Mana shunda minus kirsa. Endi yana bittasi mana shu kichkina shtekimizda oq simni aytib o'tamiz mana. Kalitosa to'ki deb qo'yamiz. Buni ulasizlar ham ulamasizlar ham. Ulasizlar ko'pincha qulplarni ochiladigan o'zini qulplarni qo'yadigan bo'lib bo'lsa uzib qo'yamiz. Shuni ham ulab qo'ydik. Endi u ko'proq ulanadi. U qulplarni ochiladigan bo'lsa uzib qo'yamiz mana. Bu ashishtekimizda bu ham mana ashishtekimizda pоворotlar bu ham ikkinchi sari mana.
Oqdan keyingisi ekan mana. Yashil, oq, yana sariq. Sarig'i karotasi to'k ekan mana. Signalizatsiyamizga kelyapti sim mana. Mana oq simni qo'shib ulaganmiz mana sarig'ida mana. Mana simimiz. Shtekirimiz mana shu oq simni mana kelib, olib kelib mashina tomoniga ulaganmiz mana. Shu shtekirimizni bu ham karotasi to'k ham mana. Shu asha simimiz. Endi bu yerda simlarimiz aytilgan simlarimiz qolmadi. Endi nimasi qoldi? Endi bu yerda ular aytiladigan simimiz bu yerlarda aytib bo'ldik hammasini. Endi bu senti zamonida bu oq simini aytamiz, keyin bu pushtini aytamiz. Bu kapotniki qoldi. Ikkita-yu, bu yerda ikkita oq. Shularni aytib o'tamiz. Bu pushti endi tashqariga olib chiqib, ularni uradi. Mana simni olib ketganmiz. Mana pushti u. Tashqariga olib ketiladi. Pastni olib chiqib tashqariga